Assalomu alaykum aziz obunachilar, Nostroy kanalini kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar. 2026-yilda qurilish qilmoqchi bo'lganlar uchun bir qator narx-navolari va mana shu ko'rib turgan xonadon o'zimning xonadonim. Mana o'zimiz uchun uy quryapmiz. Shularni bir qator obzor qilamiz. Materiallar, sarf-xarajatlari, olingan narsalar haqida va o'zimizning xizmatlar haqida yoki kimlardir qurilish qilmoqchi bo'lsa, shunaqa xizmat narxlarini ham bir qator yoritib borishga harakat qilamiz va ishimiz sifat haqida bir qator ko'rsatib tekshirib beramiz. Yoqsa like bosib qo'yasizlar. Bu videoda kimdir shu qurilish qilmoqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Aziz qadrdonlar, ko'rayotganinglar 18 ga 12 yuqori deb joyga tushgan obyektimiz. Bu yerda ikkita ko'rayotgan joylarda ikkita remustum bo'lib balkon chiqadi. Hozir buni qurgani sabab xalaqit berib qoladi, shuning uchun hozir qurganmiz. Uni oxirida qilamiz. Ko'rayotganinglar bu joyda 6 ta xona bor. Aziz qadrdonlar, 6 ta xona. Xonalar eng kichkinasi 4 ga 3,5. 3 ga 4,5 ekan. Qolganlari 3,5 ga 4,20. Shunaqa har xil xonalar, mehmonxona. Ko'rayotganinglarda pasoni mana shunaqa avval bo'lib ko'rinishda bo'ladi. Bu o'zimizning xonadon 2 etaj bo'ladi. Hozircha shu birinchi etajini kolonnalarni qo'yib to'xtatamiz. Hozir kolonnalarni qo'yish jarayonida ketyapmiz. Mana bu tomonda orqaga o'tish zahmat xod qolgan. Orqaga o'tib ketilaveradi. Endi aziz qadrdonlar, ichiga kirib tanishtiramiz bir qator proyektimizni va rasxatlari haqida aytamiz keyin. Mana bu yerda kirish xotimiz bunaqasiga 3 metr joy qilgan, ikkita 50 dan deraza tushgan va o'rta 1,20 eshik. Kirganimizda mana shunday bizni xol kutib oladi. Xolimizning razmerlarini aytsak, xolimiz mana shunday xol kutib oladi. Ko'ryapsizlar, xolimiz razmeri 620 ga 620 adashmasam shunaqa joy qolgan. Va bitta to'g'rida lestnitsa xonamiz bu joyimizda lestnitsa xona bor. To'g'rida lestnitsamiz uzunasi 4 metr, bunaqasiga 260 joyga joylashgan va tashqariga chiqish bitta xod bo'ladi va lestnitsa xonada ham sizlarga foydali ma'lumot. Bitta saunzel joylab ketganmiz va tashqariga chiqish xod joylab ketganmiz lestnitsa xonadan. Hali ko'pchilik отдельный qilib qo'yadi. Biz mana shuni unumli foydalanish uchun mana bu eshikni qirg'og'idan mana ko'ryapsizlar, shtrabaq bo'lganmiz. Bu yergacha saunzel urib turib, lestnitsani chiqish xotiga to'g'rilaveramiz. Tagida qolib ketadi lestnitsamizni, tagida qolib ketadi aziz qadrdonlar. Va tashqariga chiqish xotida ham tekta narsalar bor, aytib o'tib ketamiz. Mana tashqariga chiqqanimizda ko'ryapsizlar, shunaqa mol qolib baqqani naves bor. Bu yerda hozir bitta tualet, katta yo'lxona tushadi va oldini shunday beton qo'yib, shu yerda yurish xoti va u tomonlarga aylanib o'tadigan joy qilib qo'yamiz. Shunaqa joy bo'ladi aziz qadrdonlar. Endi bu joyimizda ko'ryapsizlar, xo'l mana aylanpasiga kimgadir qanaqa ko'rinyapti. Mana aylanpasiga xo'l va shu chap tomonda kirganda xo'lda bitta mehmonxonamiz bor. Hamma yoq bardak. Chunki ish qilinyapti, shuning uchun e'tibor bermaysizlar. Hali o'rtasi bo'lgan, hali ishlar tugagani yo'q. Xonamiz 670 ga 3,5 metrli bitta mehmonxona bo'lgan. Mana shunaqa devorlar 6 metr 4 metrdan uzun bo'lib ketsa, imkon boricha o'rtasiga bitta serdeshni qo'yib ketishga harakat qilinglar, yo kolonna yo serdeshni. Endi bu yerdan chiqqanimizdan keyin bitta spalniy xona. Mana spalniy eshiklarimiz hammasini 90 ga qo'yganmiz. Uylarda eshigini, hammomlarkini 80 ga 180 qo'ygan. Betimiz 4,20, bunaqasiga 4,20 ga 3,5 metr joyga joylashgan. Va bu yerda bitta saunzel. Mana saunzelimiz bunaqasiga 1,70, bunaqasiga 2 metr portichka, havo aylanish uchun dimoxod. Va bu yerda seyf uchun joy qo'yilgan. Seyf uchun joy qo'ymoqchi bo'lsanglar, kattaroq seyf qo'ymoqchi bo'lsanglar, ko'rayotganinglar 60 ga 40 qo'yib qo'yganmiz. Va ikkita havo uchun dimoxodlar, vitichkalar. Shunaqa narsalarga ham e'tibor berib kelsanglar yaxshi bo'ladi. Endi mana ko'rayotganinglarda bu joyimizda koridor, hol tugashdan keyin mana shu ikkita 3 ta xonaga o'tish uchun bunaqa 2 metrlik koridor bo'lgan. Koridorimizdan chap tomonda shu kiraverishda holni to'g'risida bitta oshxonamiz bor. Oshxonamiz razmerlariga kelsak, bunaqasi oshxonamiz 3,70 ga
430 bunaqasiga 430 bitta deraza qo'yilgan va shu gazda ovqat qilganda ovqatlar hidini tortgan отдельный vitichka va ikkita havoni tozalash uchun dimoxodlar qo'yilgan va bu joyda buni to'g'risida bitta detskiy xona. Ana holni ko'rakanglar holni yon boshlaylar bitta detskiy bu qizlar uchun. Bunimiz bunaqasiga 4,5 metrga 3 metr joyga joylashgan detskiy xonamiz va to'g'rida ikkita xona yonma-yon, bu ham o'rtashi nari tomondagi mehmonxona, bittasi 3,5 ga 670 mana mehmonxona. Ichi yarim oy shaklida urilgan. Xudosa kolonnalarni quyapmiz. Shu, endi bu tomonda yana bitta xonamiz, bu 420 ga 3,5 metr, bunaqasi 3,5, bunaqasi 420, bu yerda ham sef. Ikkita dimoxod. Va bu yerda bitta saunzel. Shu ikkala xonaning ichida saunzel borlar, spalni, bittasi onam uchun, bittasi ota-onam uchun, bittasi o'zimiz uchun. Hozir buni ham mana ko'rsataman. Ana ko'rganda bu spalni, bu dadalam uchun, bu tashqariga chiqish xodtali, tualetga tashqariga chiqqani yaqin qilib atay joylaganmiz va bu tomoni o'zimiz uchun spalni va bitta detskiy, ikkita mehmonxona, bitta oshxona birinchi etajda bo'lyapti. Ikkinchi etajda xuddi shu narsalar takrorlanadi va mana shu holimiz, xudo xolasa, monolit qo'yilganda mana shu derazani chekkasidan bunday 120 aylantirib, mana shunday aylanadidagi tepasi. Bu eshikgacha bo'lib, buni tepasi, mashina tepasi tomoni ochiq bo'ladi. Sabab managa kelish uchun balkon bo'ladi, balkonga chiqish uchun aylanpasi yana qolib tepa ochiq bo'ladi. Tushuntira olmayman. Ikkinchi etaj bilan birinchi etaj o'rtog'i ochiq bo'ladi. Shu chekkasida yurib balkon bo'ladi. Xudo xolasa chiroqli chiqadi deb o'ylayman. Ko'ramiz, balki yopib yuborarman. Menimcha hozircha ochiq bo'lsa chiroyli bo'ladi deb o'ylayapman. Shu lestnitsaning tagida saunzel va lestnitsadan chiqish kodlarini ham qo'yib ketganmiz. Endi aziz qadrdonlar, bu yerga ketgan rasxodlarni aytsak, ko'ryapsizlar, shu tashqi korpusini 1,5 g'ish urganman va o'rtalab 1 g'ish urilgan. 1 g'ish urib, mana 20 kolonna to'qib, armaturalar tashab quyamiz. Toshkent Begavot armaturalari. Endi buni 34 ming g'ish ketdi. Bu joyimizga g'ish urgani va 2 kamas qum ketdi. Qumlarni hamma yerda har xil bir marta 800 ming so'm zavodda layqa qumidan olib keldim. Sheben chiqaradigan zavodda bir marta yashil o'zimizda 50 kilometr uzoqdan olib keltirdim. U 1,5 milliondan olib keldim. Qimmat tushib ketdi. Shuning uchun 2 kamas qum ketar ekan, qanaqa bo'lsa ham keyin 8 tonna sement ketdi. Sementda bo'y qilib urildi bu polni, xudo xolasa g'ishimiz uchun. Endi tashqaridan betonni ko'rsataman. Meni bu betonimiz uchun notekisroq bo'lgan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'rtalar 1 metr qo'yilgan va bitta padosh qo'yilgan. Bu tomonlar 55 sm qo'yilgan xolos. Bu tomoni mana shu bir xona tomoni, nari tomoni bitta tomon devorlar shunaqa qo'yilgan, o'rtalar chuqur bo'lgan. Endi bu yerga ketgan rasxodlarimiz aytsak, aziz qadrdonlar, betonimiz uchun g'ishni aytdik, 1000 so'mdan 34 mingta g'ish ketdi. 8 tonna sement, 2 kamas qum va bir nechta desa bo'ladi, bir 50 taga yaqin bakalashkada olib kelindi, antimanoz va gel ishlatdik. Mana shu g'ishni sovuqda urganimiz uchun. Endi yana nima? Uголniklar ishlatganmiz, eshiklar tepasiga, hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, eshiklar pirmishkalar tepasiga bir g'ishlik uchun uголник ishlatib olganmiz. Qaranadan olganmiz. 30 ming so'mdan metrni olganmiz. Har bitta eshigimizga. Endi 30 ming so'mdan metr, albatta. Endi bu yerga ketgan sementimiz aytsak, mana shu joyga 27 tonnamikin sement ishlatganmiz, betonni o'zi uchun. Shu fundament uchun va 6 tamikin 5 ta yo 6 ta mashinada chakman deb beradi, kimdir xova deb beradi. Xovada shu sheben mitpsoga aralashgan, mitpsoga olib kelganmiz, shakarob deb beradi bizda. Kimlardadir shu mitpsoyda o'zini aytadi, kimlardadir kleynis deydi. Shunaqa narsa olib kelingan. Endi 1,7 million so'mdan bir mashinasini olganmiz, aziz qadrdonlar. Shu joyimizga polni qo'yib ketdi. Hozir kolonnalar uchun yana bir mashina olib keldim. Xudo xolasa u ham yetadi. Endi bu joyimizda betonimizga
setgan sementni aytdik. Endi ketgan shag'alni ham aytdik. Yo 5 ta yo 6 ta mashinada, adashmasam 6 ta edi. Keyin bu yerda to'ldirgani mana shu oxirgi etapi 50 santimetriga shag'al zaspga qildik. Uni pastida mana shu uylarni ko'ryapsizlar, buzib tashlab, ichiga zaspga qo'yib turib, keyin yana beton qo'yganman. Undan keyin shag'al zaspga qilganman 50 santimetr polni. Unga 6 mashina olib keldik, 600 ming so'mdan oddiy shag'ali, yerdan kavlam olingan shag'alni olib kelib qildik aziz qadrdonlar. Rasxodlarni shu, bu yerga usta puli berganim yo'q, sababi o'zim usta, o'zimiz tanishlar, qanaqa hashar. Asosan betonni bitta o'zim quydim, hech qanaqa birovni yordamisiz. Bu yerda bir 80 kuba, 100 kuba atrofida betonni o'zim quydim. Keyin g'ishiga 2 kishi urdik. Har zamonda bitta yo ikkita odam yordamga kelib qoldi. G'ishiga 2 kishi, endi buni kolonnalarini endi bunisi ish boshlanib qoldi, sezon boshlanib qolgan, shuncha chiqib ketish kerak. Hozir bir ikkita brigadaramiz sezonda ishni boshlagan. Shu qolganlar bilan mashina bitirishib, keyin ishga chiqib ketamiz deb, hozir shu bilan qurilishimiz to'xtaydi. Shu kolonnani ham qo'yamiz, xudo xolasa 2-3 kunda kolonnamizni ham tugatib bitiramiz. Ishga chiqib ketamiz. Xizmatlar bo'lsa ham aytaverasizlar. Endi rasxodlarni aytdik. Betonga, shag'alga ketgan rasxodlarni o'zingizlar hisoblab olasizlar. Meni taxminim hozir mana shu yergacha polniy bo'lgan material hamma rasxodimiz 11 ming dollarga to'g'ri kelyapti. Men uchun usta puli hech narsa ishlatmaganimda 11 ming dollar atrofida ishlatdim shu joyga. Shu g'ishi kolonnalar urilib bo'lguncha, qadrdonlar. Endi usta pulini ham hisoblab ko'rasizlar. Bir 60-70 millionlik usta puli ketadi yana plus bunga. Agar mana shu holatgacha ketadigan desanglar, bir etaj uchun ham normalniy loyiha bo'ladi. Agar bir etaj qiladigan bo'lsanglar, bu yerda shunaqa xot qo'ymayman, kattaroq xona, yomon bo'lsa buni 2 ta xona qilib qo'ysanglar, naryoqda ham xonalari juda ko'p bo'ladi. Katta oila uchun ham yetarli bo'ladi. Endi ishimiz sifatini ham bir qator tekshirib qo'yamiz. Mana aziz obunachilar, bu urovin, xudo xolasa urovinimiz chotki, shu buzilmagan, netmagan, normalniy ko'rsatadigan urovin. Mana pravilarni ham ko'ryapsizlar, 2,5 metrlik pravila. Pastda devor 3 metr bo'lsa, devordan ko'ryapsizlar, 6 qator, 5 qator g'ish kam bo'lyapti. Endi mana devorga yopishtirib ko'rsatamiz. Mana aziz qadrdonlar, urovinda turibdi. Mana devorimizga yopishgan, hech qanaqa zazor-pazori yo'q. Xudo xolasa bemalol ishlarimiz ham. Buning sababi bu usta zo'rligidan emas. Mana boshqa yerga ham qo'yib ko'rsatamiz. Mana bu o'rta meyona ustalar bo'lsa ham qila oladi. Sababi bunga shablon yasab, shablon orqali urganmiz. Endi hali gumon bo'lib qolmas shu boshqa devorlarimizni ham ko'rsatamiz. Mana bu devorimiz ham mana apkani qo'yyapmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, aziz qadrdonlar, pravila yopishib turibdi. Urovin ham urovinda turibdi. Endi buni bunaqasiga sho'plari qishda sal-pal o'ynadi, sababi qishdan loy yaxshi tortmaydi. Yozda ham shu mana bunaqa g'ishimiz ham bu sifatsiz bo'ladi bu g'ishlar, chunki Kamazda olib kelganda zavodda tekis chiqadi, bu Kamazda to'kiladi, yana biz tashiymiz. Shunaqa hisobiga g'ishlarimiz o'zini sifatini yo'qotib qo'yadi. Shuning uchun agar armada bo'lib upakovkali g'ishlar bo'lsa, agresopka ko'rinishda ham urib chiqarsa bo'ladi. Chorniy holatda mana bu boshqa devorimiz, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana yopishib turibdi. Shaytonimiz teskari bo'lib qolibdi. Mana teskari bo'lsa ham mana ko'rsataveradi. Urovin. Buni bunaqa kres holatda ham qo'yib ko'rsanglar bo'ladi. Mana pravilaga xudo xolasa chotki aytgan. Ko'rib turganlaringlardek hamma joyi urovinga aytgan, xudo xolasa devorlarimiz to'g'ri, asosiysi to'g'ri va shu shoplarida adashilmagan bo'lsa bo'ldi. Misol uchun mana g'ishti yorig'i bo'lsa, mana uni chakki mashina to'g'risida bo'lmaganda to'g'ri bo'lib yorilganga o'xshab chak bosmay qolmasa, asosiysi shu to'g'riligi. Bu shuvo tagida qolib ketadi, cho'rniy g'ishlik uchun. E'tibor beradigan narsalar shu bo'ladi, asosiy g'ish urganda. Endi kimgadir endi buni xizmatlari kerak bo'lsa, aziz qadrdonlar, betonni agar ko'pchilik metrga tushunmayapti, ko'pchilik kubaga tushunmayapti. Hozir hali har xil zamon bo'lib ketdi. Kimdir betonni kubaga, kimdir metrga qo'yyapti. Endi ikkoviga ham tushunarli o'rtachasini aytib o'tsam, betonni quysak, metrini balandligi 1, ya'ni 40, 1 kvadrat joyda betonni quyish bizga 140 ming so'm usta
haqqi bo'ladi. Albatta bizda hamma narsa instrumentimiz bilan boramiz. Usta haqqimiz shunaqa bo'ladi qadrdonlar. Endi g'ish urishlarimiz 700 so'mdan uramiz. Rastvorga urib beramiz. Loyga ham farqi yo'q. Urib beraveramiz. Endi 700 so'mdan g'ish. Agar bir g'ish bo'lsa, o'rtalari yarim g'ish narxi ko'tarilib qoladi va bu birinchi etajlar uchun. Agar kranda beradigan bo'lsalar, g'ishlarni 2-etajmi, 5-etajmi bir xil narxda ketaveradi g'ish urishimiz. Aziz qadrdonlar, endi mana bunday burchaydagi kolonnalar ko'ryapsizlar, juda buni mahkamlash ham qiyin bo'ladi, vaqti ko'p oladi. Bularimiz 140 ming so'mdan quyib beramiz devor ichidagi kolonnalarimizni. Pirmichka, tepadagi sismalar 100 ming so'mdan, hammasi apparatga instrument mishalkalarda quyib beriladi, ruchnoy qilinmaydi. Shu mishalkalar orqali qilib beramiz aziz qadrdonlar. G'ish urish narxlarimizni aytdik, 700 so'm kolonnalar shunaqa, betonlari 140 ming metri va kubaga hisoblasanglar 350 ming so'mdan bo'ladi. Bunga katlavan kavlash, armatura to'qish betonlikka kirmaydi. Kolonna, sismalarga armaturalari ichida bo'ladi, to'qib tayyorlab berishimiz. Hammasi shu usta puli hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Endi hozirgi kunda ustalar shunaqa yo'nalishga o'tishdi. Uyimizni tashqi tomonni ana shu metrini o'lchetda 1 etaj bo'ladimi, 2 etaj bo'ladimi, shu kvadratga materiali o'zidan g'ish hamma yo'g'ini shu qilib beriladigan qurilishlar ham chiqyapti. 130 dollardan boshlanadi. Biz ham bu narsani qilib beraveramiz. 130 dollardan g'ishini uramiz. Albatta bu oddiy loyga bo'ladi. Rastvorga bo'lsa 135 dollar. Shopi bilan uradigan bo'lsak 140 dollardan, bu shopi bilan ham u rastvorga 135 dollar. Mana rastvorga urilgan sementovoy rastvorga orasiga shopi bilan urilsa, mana shu loylarni mana shu yerga to'ldiradi, vaqt ko'p ketadi. Shuning uchun bu 5 dollar qimmat bo'ladi kvadratiga. Shunaqa aziz qadrdonlar, tomigacha javob berib ketiladi. Misol uchun uyingizni quruq yerda ko'rsatasiz. Tekis yer uchun bu kimdir hali agarati chuqur bir tomoni baland kavlab turpoq olish kerak bo'lsa, u narxga qo'shilib qoladi. Podvalli bo'lsa ham podvalini ham shunday quyiladi. Piltani bosib, tayinni tashlab qo'yiladi. Shunimizdan bir etajli hisobiga kirib ketadi. Misol uchun har bitta etaj hisobida bo'ladi, chunki tayda xona bo'ladi, rasxod ko'payadi. Hamma yo'q o'zimizdan bo'ladi. Tomi materialigacha, piltasi-yu shu anaqasigacha qilib bitirib beraveramiz aziz qadrdonlar. Shu kvadrati 130 dollardan boshladi. Bundan arzon ham qilib chiqarib berishimiz mumkin. Bunda mana bunday burchak kolonnalar bo'lmaydi, g'ish uriladi. G'ish urilgandan keyin tepasiga bitta sisma qo'yib tomni yopib qo'yilaveradi. Unda yana ham arzonroq chiqadi. 130 dollardan ham arzon chiqadi. Sababi bu burchakdagi armaturalar bo'lmaydi. Bir etaj olgandan keyin faqat padojga armatura tashlaymiz, lenchiniga tashlamaymiz. Agar 2 etaj bo'ladigan bo'lsa, mana menikida hozir 2 bo'y armatura tashlangan. Xuddi mana shu holat hisobida yuraversak, padojimizga tashlaymiz va mana tepasidagi ham 4 talik tashlanadi. Bu 2 etajlar uchun 1 etaj bo'lsa, padojni o'ziga tashlanadi. Shu kolonnalar chiqadi, shunaqa bo'ladi. 130 dollardan kvadratga hisoblasak. Yo'q, kvadratga emas, o'zim usta pulini adden hisoblab o'zim qildiraman desanglar, hamma yo'q yugurib o'zinglar borasizlar. Misol g'ishi, sementi hamma yo'qni o'zinglar olib kelib gaplashib qilasizlar. Bu usta pulida mana shu boshida aytgan narxlarim. G'ish urish 700 so'm, beton quyish kubasiga 350 ming so'm. Hamma instrumentlarimiz bilan kelamiz undan. Faqat siz materialga bordi, keldi, ovqat, yo'l kira, hamma shunaqa narsa bo'ladi. Agar safarda uzoqda bo'lsa, unaqa sharoit bo'lmasa, kvadratga ham gaplashamiz. Uyingiz loyihasini jo'natasiz, yo'qsa biz chizib shu qog'ozda ko'rsatamiz. Yo'qsa kelishib olsak qilib berilaveradi. Faqat kvadratiga gaplashilganda boshidan oldindan olinadi, 3 bo'lib olinadi. Misol beton qo'yganda bir olinadi, g'ish urish etapida bir olinadi, tom yopish etapida bir olinadi. Shunaqa misol kvadratni bichgandan keyin 3 bo'linadi, pulni 3 bo'lib oldindan beriladi. Shu etap beriladi. Agar orada yoqmay qolsa, qaysidir etapida to'xtatiladi. Hisob-kitob qilgan rasxodlarimiz qilinadi, chiqariladi. Pullari kerak bo'lsa, oldindan o'tib qolgan bo'lsa, qaytarib ham berilaveradi. Agar kimnidir to'xtab qolishi mumkin, mablag' yetmay qolishi mumkin, ya'ni o'ylagan planlari bo'lmay qolsa, masalan, shu etapigacha to'xtatib, hisob-kitobini qilib, agar oshiqcha bo'lsa, qaytarib berilaveradi. Qadrdonlar, bundan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa, mana o'zimiz ishlarni ko'ryapsizlar, chiroyli. Bundan tashqari bu o'zining uyiga shunaqa qilyapti desanglar, boshqa ishlarimizni ham ko'rsanglar bo'ladi. 1000 dan ortiq videolar qo'yganmiz, hammasi qurilish haqida, o'zimizning brigadalar qilib bergan. Xizmatlar bo'lsa, xizmatinglarga doim tayyormiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Andijon viloyati bo'ylab xizmat qilamiz.
Hammanglarga rahmat, sog' salomat bo'linglar.